SAT Math'da shunaqa savollar bor. Birinchi marta ko'rganingizda shuni qaraysizda, modul 2 da bo'lishi mumkin, oxirida bo'lishi mumkin, 20-22 savollar. Ular bitta qarab, aynan qanaqa qadam yurish kerak, ya'ni birinchi nimadan boshlash kerak, qanaqa ketma-ketlik orqali ishlash kerak, qanaqa formula ishlatish kerak, bir martada xayolingizga kelmasligi mumkin. Va bu haqida o'ylash odatda voholadi. Lekin shunaqa narsa borki, SAT Math'da o'zim bo'lganda, siz har doim ham o'sha algebradagi yoki advanced math'dagi savollarni qo'lda, yoki daftaringizga yozib 3 minut, 4 minut vaqtingizda ketkazishingiz shart emas. Siz o'sha boyagi blogda shunaqa narsa bor. Dasmas degan kalkulyator bor. Biz Dasmasni qanaqa qilib ishlatish bo'yicha video o'qiganmiz. Ko'pchilik bilmaganda, shu boyagi videoni ko'rishgandan keyin, ko'pchilik shu boyagi komment yozgan ko'rishlaring mumkin mana. Kommentlarda. Ko'pchilikka o'sha video yordam bergan, lekin u videoda bitta narsani biz chuqurroq tushuntirishni men aybim bu, esdan chiqqan ekan. Shu narsa haqida bugun videoda gaplashamiz. Bu nima deydigan bo'lsak, bu regression. Dasmasdagi regression o'sha boyagi bir qismi, funksiyasi, to'g'rimi? Endi regression nima deydigan bo'lsanglar, regression bu siz Dasmasga ma'lum bir qiymatlarni berasiz. Deylik x ni bitta qiymati, ikkita qiymati, uchta qiymati, to'g'rimi? Va y ni yana qiymatlarni berasiz. O'sha u grafdagi ma'lum bir nuqtalardan yoki ma'lum bir valuelardan regressionda Dasmas qanaqadir matematik bog'lanishni, qanaqadir relationshipni topishga harakat qiladi. Faqat bu narsani Dasmas qila olish uchun siz savolda berilgan ma'lumotlar, raqamlar, boshqa narsani Dasmasning tiliga, to'g'rimi, tarjima qilib o'girib berishingiz kerak bo'ladi. Bugungi videoda biz o'sha juda ham ko'p savollar bor, qiyin savollar bor, SAT Math savollari. O'shalarni Dasmas orqali va regression orqali qanaqa qilib oson va tez ishlash mumkinligini o'rganamiz. Odatda men oson va tez narsani o'rgatmayman o'quvchilarga, chunki ko'p narsalarga erishish oson va tez emas. Lekin ana shu joyda, demak Dasmas orqali siz qiyin savollarni shunaqa oson va tez ishlashingiz mumkin. Va undan tashqari, oxirgi imtihonlarda tushgan qiyin savollar bor. Shu qiyin savollarni Dasmas orqali qanaqa qilib ishlash mumkin, shuni ham ko'rib chiqamiz. So, let's go learn how to use, right, this regression thing and the other techniques to solve Dasmas questions. Birinchi regression nimaligini juda ham oddiy tushunib olamiz, juda ham oddiy. Bu nima ko'rayotganlaring? Bu demak Cloudmanga, aytgandim Cloudga 6 yoshli odam regressionni tushunadigan qilib o'sha nima yasab berganda, graf qilib berganda va xuddi shu narsa qilib bergan. Mana endi ko'rib chiqamiz. Let's go. Again, it's made for the kids. Hattoki bolalar ham tushunib qilingan narsa bu, right? Shuning uchun ozgina childish tuyulsa, right? So'kmaysizlar mana degan umiddaman. Ketdik mana. Bu yerdagi nuqtalar nima? Let's say like, right? Claude says each dot is like a friend. Imagine you're measuring how tall your friends are and how old they are. Each dot equals one friend. Mana bu turgan y o'qimiz bu height deylik, ya'ni balandlik, ya'ni bo'yi, age, right? Let's say bu yoshligi. Va har bitta nuqta bu sizni bitta o'rtog'ingiz. Ana birinchi o'rtog'ingiz, ikkinchi o'rtog'ingiz, like let's say, right? Bu data shunchaki. Friend 1, friend 2, friend 3, friend 4, friend 5, all of that, right? Let's say. Endi deylik, mana shu demak datadan foydalanib qanaqadir relationshipni topsak bo'ladi. Chunki aytdik, regression bu Dasmasning, to'g'rimi, sizga berilgan ma'lumotlar, siz bergan ma'lumotlar bo'yicha qanaqadir relationshipni topishga harakat qilishi. So, right, let's say can you see they kind of go in a direction like stairs going up? We want to draw one magic line through them. Why it's magic line? Because again, it's made for kids. So agar the magic line chizilgan bo'lsa, it looks something like this. And the magic line, right, just in case regression bo'lgani kabi, to'g'rimi, tries to be best friends with all the dots at once. It can't touch every dot, but it gets as close as possible to all of them. Bu nima degani? Ya'ni regressionda Dasmas siz bergan datalar orqali o'sha har bitta dataga to'g'ri keladigan narsaga maksimum darajada, to'g'rimi, the most probable line yoki the most probable outcome ni topishga harakat qiladi. So mabodoga deylik, right, let's say Dasmas is like a super smart calculator. You give it your dots and it figures out the best line automatically like magic math. So it is magic math actually. Endi mabodoga mana qaranglar. So if you change the dots, right, if you add more dots, o'sha dotlarga moslashish uchun mana chiziq o'zgaryapti. Ya'ni regression shunaqa bo'ladi, ya'ni siz bergan ma'lumotlar bo'yicha hamma dotga, hamma ma'lumotlarga, hamma nuqtaga to'g'ri keladigan, to'g'rimi,
So line'ni yoki parabolani yoki giperbolani farqi yo'q. Nima bo'lsa ham chizishga o'sha narsani topishga harakat qiladi. Mana nuqta qo'yishdan ko'rasizlar, right? It gets close to that. So hamma narsa nuqta qo'yishgan. Eng pastga nuqta qo'ysam, u pastga qarab, chunki bu pastdagi nuqtaga ham yaqinlashgisi kelyapti buni. Hamma nuqta uchun eng yaxshi model bo'lishga harakat qilyapti. Bu regressionni 6 yoshga ham tushuntirilgan varianti. So yeah, that's it. Endi shu bo'yicha savol ishlaymiz. Yana savollarda yaxshiroq tushuntirib beraman. Savollarni bitta ishlash boshlaymiz. Men o'sha yo'l-yo'lakay, xudo xolisa, regression nimaligini yana ham chuqurroq, yana ham yaxshiroq tushuntirib ketaman. Savollar ishlash orqali. Mana ekraningizda savollar chiqqan bo'lish kerak hozir. So, men bu yerga qarayman, chunki ekran bu yoqda, right? So, bu yoqda shunaqa. So, let's go. Xo'p, mana birinchi savol ko'ryapsizlar, ekranda turibdi. Demak, uni berilgan sizga, funksiya berilgan va a bilan c ni konstant deyapti va a ga c ni qo'shilgan qiymatini sizdan topishni so'rayapti. Unda odatda qanaqa usulda ishlash mumkin buni? Odatda nima qilish mumkin? Odatda deylik shu boyga siz mana bu nuqtani olasiz, bu nuqtani olasiz, to'g'rimi? Va mana bu tenglamga olib kelib qo'yishingiz mumkin va shunda umumiy ikki noma'lum tenglama paydo bo'lardi. Lekin biz hozir nima qilamiz? Shunchaki mana shu narsani dastimizga kirgizib ko'ramiz va mana shu joyda men sizga regression qanaqa ishlashini hozir ko'rsataman. So let's go. Funksiyani yozamiz. Funksiyani kiritamiz sizga masalan, chunki y bilan funksiya bir xil narsa. Demak, right? Bu yoqda bx midi? 3x ekan bu yoqda. 3x plus c turibdi mana. Kirgizdim mana. Bu yerda slayder qo'shing deyapti. Hech nima qo'shmaymiz biz. Biz nima qilamiz? Hozir ko'rasizlar. Qaranglar. Savol etish bo'yicha mana x minus 1 bo'lganda, to'g'rimi, vertex bor ekan, y-imiz minus 6 ga teng bo'lyapti. Shuni kirgizamiz hozir. Demak, mana qaranglar, juda ham muhim joy mana shu. Bitta mana square qaus bor, ya'ni to'rtburchak qaus bor. To'rtburchak qaus orqali biz to'plamlarni kiritsak bo'ladi. Ya'ni bitta narsani ikkinchi narsaga kiritmaymiz, biz bir nechta narsani bir nechta boshqa narsaga tengligini ko'rsatishimiz mumkin. Buni yozamiz mana. Funksiya mana x o'rniga minus 1 qo'yilganda mana, chunki mana bitta x bo'lyapti. O'sha x o'rniga minus 1 qo'yamiz. O'sha holatda mana shu funksiya bo'yicha mana qaranglar. Biz chunki tenglaymiz, biz tilde dan foydalanamiz. Chunki tilde bizga o'sha boyagi regressionni qilib beradigan sign hisoblanadi dastimizda. Bosamiz yana, xuddi o'sha nimani, demak, turburchak qausni va mana bitta qarangki, x minus 1 bo'lganda y minus 6 ga teng edi. Shuni ham kirgizamiz, mana minus 6 ga teng bo'lyapti. Mana bu. Ana ko'rgan bo'lsanglar, sin 0 deyapti, a minus 3 deyapti, lekin hali bu narsaga ishonish kerak emas, chunki biz hamma nuqtani ham kirgizganimiz yo'q. Hamma nuqtani birinchi kirgizish kerak. So let's go. Ikkinchi nuqta mana qaranglar, vergul qo'ydim. Vergul nima degani? Verguldan keyin men yana bitta qiymat kirityapman. Dastimizga ketyapman mana. Verguldan keyin hozir ham bitta qiymat beraman men senga, to'g'rimi? Va keyingi qiymatim o'sha boshqa bir ikkinchi qiymatga teng bo'ladi. Uni ham ko'rsatamiz hozir mana. Qaranglar. Men bitta x 0 bo'lgan, y 0 bo'lganda x 1 ga teng bo'lyapti. Uni ham kirgizamiz bizdan. X 1 bo'lyapti mana. X o'rniga 1 qo'ydim mana inputga va qaranglar, bu yoqda ham ikkinchi qismida ham square bracketda ikkinchi qismida ham bu yoqga ham vergul qo'yamiz va bu yoqga ham o'sha boyga f, ya'ni x 1 bo'lganda funksiya ichiga teng edi, 0 ga teng edi. Shuni yozamiz. Bo'ldi. Yana xuddi shuni ko'rsatdi. It's okay. Endi davom etib qilaylik. Keyingi qismi bor, demak. Xo'p. Okay, endi mana bitta chiqdi o'sha narsa, tushunarli, right? Bu lekin sizga masalan qaranglar. Bizda mana bunaqa edi, ya'ni parabolamiz upside down. Mana bu yerda turgani, shu down turibdi, to'g'ri, pastga qarab turibdi. Lekin mana bundagisi yuqoriga qarab turibdi, right? So it's going up. Shu narsani to'g'rilash uchun bizga parabolada ayniqsa, shu bir kvadrat funksiyada 3 ta qiymatni kirgizish juda ham muhim. 3-chi qiymatni kirgizamiz hozir. Shundan keyin to'g'ri bo'lish kerak. Yana xuddi shu narsa, hozir yana vergul qo'yamiz va 3-chi qiymatni yozamiz mana. Ko'rasizlar, x minus 3 bo'lganda y yana 0 ga teng bo'lyapti. So f minus 3 deymiz va shunda y 0 ga teng bo'lyapti. Mana ko'rgan bo'lsanglar, endi mana biz xohlagan ko'rinishga mana keldi mana. Shu 3 nuqtani kiritganimdan keyin mana shu boyga men xohlagan ko'rinishga keldi, shu boyga demak graf. Va ko'rgan bo'lsanglar, a va c ning qiymatini bizga dastimiz chiqarib berdi. Hozir nima bo'ldi? Men hozir tushuntiraman sizga. Qaranglar. Biz aytdik dastimizga, mana bu funksiya bor dedik. Mana shu funksiya bor. Va mana shu funksiya bo'yicha mana bizda 3 ta nuqta bor deymiz. Bitta nuqta bo'yicha mana birinchi nuqta bu x minus 1 bo'lganda y minus 6 ga tengligi, birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta bu x 1 ga teng bo'lganda y 0 ga tengligi, to'g'rimi? Va uchinchi nuqta bu x minus 3 bo'lganda yana y 0 ga tengligi. Endi mana shu berilgan nuqtalardan foydalanganda biz aytamiz hozir sizga, mana shu 3 nuqta orasidagi, to'g'rimi? Bir bog'lamni topkinki,
mana bu funksiya orqali, right? Va shunda a va c ning qiymati chiqsin deyapmiz va bizga o'sha boyagi mana shu funksiya bo'yicha, mana shu berilgan qiymatlar bo'yicha a va c ning eng like the most probable ehtimoli eng katta bo'lgan qiymatni chiqarib beribdi. Mana bu yerda mana bu RMCE bor, sorry. RMCE bor, mana shu narsa 0 ga teng bo'ladi. Agarda sizda mana bu chiqqan value'lar, to'g'rimi? 100% mana bu narsa bo'yicha chiqayotgan bo'lsa, agarda mana bu 0 ga teng bo'lgan bo'lsa, mana bu a va c ning qiymati 100% aniq deganimiz har doim. Okay? So keep that in mind. Takrorlayman, mana biz birinchi narsani berdik, to'g'rimi? To'plamdagi birinchi qismni. Keyin virgul qo'ydik, to'g'rimi? Virguldan keyin ikkinchi narsani yozdik. Bu yerga ham xuddi shunaqa qildik, virgul qo'ydik, ikkinchi narsa qildik. Bu yerda nima deyapmiz biz? Mana bu teng, mana bunga deyapmiz hozir virgul orqali, to'g'rimi? Mana bu virguldan 3-qiymat, mana bunga teng deyapmiz va shu orqali mana a bilan c ning qiymati kelib chiqdi. Va savol so'rayapti bizdan a plus c nechligini, a plus c ning javobi -3 ekan. Bu to'g'ri javob. Just in case. So ishladik hozir mana birinchi savolni. Tushunmagan bo'lsanglar, izoh yozinglar. Men yana qaytadan shu izohda tushuntirib berishim mumkin. Va men ba'zi tez gapirayotgan bo'lsam, I am sorry, it's just my natural way of speaking. Men ba'zi tushunmayotgan bo'lsangiz, YouTube'da 05x bor yoki 075x bor. O'shanga bosasangiz yaxshiroq bo'ladi. So yeah, like when I'm explaining something, so I am usually passionate and I'm usually, fast in explaining that stuff. Endi biz keyingi savolga o'tamiz. Demak, mana birinchi savol ishlab bo'ldik. Hop, keyingi savolimiz mana bu ekan. Hop, bu savol ham shu hozir ishlagan savolimizga o'xshar ekan. Demak, mana aytyapti. Function g ekan bu, g bor ekan, gx mana bunga teng ekan, mana ko'rasizlar. To'g'rimi? Ax plus bx plus c ga a b c are constants, tushunarli. Constant degan just in case bilsanglar, bu shunchaki o'zgarmaydigan, mana shu tenglamada o'zgarmaydigan sonlar hozir holatda. Va aytyapti, ushbu graf -4 0 dan va 8 0 nuqtalaridan o'tar ekan. Bunda ham xuddi shu ish qilamiz. Hozir boramiz. So let me open that. Hop. Funksiya gx deymiz bu yerda. Gx teng ekan, fx sozasini, gx sozasini, ax sozasini farq qilasizlar. Demak, bu teng ekan ax kvadrat plus bx plus c ga, shu typical kvadrat tenglama. Va aytyapti, qaranglar. Xuddi shu narsani qilamiz. Mana turbuchka xavs qilamiz, turbuchka xavs. Mana aytyapti savol x ga, mana bitta nuqtada x ga -4 qo'yadigan bo'lsa, y teng ekan 0 ga. G -4 deymiz, x o'rniga -4 qo'ydik, to'g'rimi? Va y teng bo'lyapti. O'shanda mana tilde qilamiz, tilde. Sorry. Tilde qilamiz just in case tilde'ni kimdir qattiq bilmaydigan bo'lsa, bu burchakda, chap tomon tepadagi burchakda escape ni pastida joylashgan shift bilan chiqarishingiz mumkin. Yana qayta yozamiz square bracket. Bu teng endi 0 ga, kirgizdik. Mana ko'rasizlar, a ni, b ni, c ni qiymati 0 chiqyapti. Nimaga deydigan bo'lsanglar, hozir biz yana aytamiz deymizki, mana x o'rniga -1 qo'ygan va o'shanda y 0 ga teng deyapmiz. Endi bu anavi bo'yicha, mantiq bo'yicha hozir dastlab nima deb bo'lyapti? Mana bu yerga -4 qo'yyapti, to'g'rimi? Funksiyani 0 ga tenglashyapti-da, to'g'rimi? A ni, b ni hozir c qo'yadigan bo'lsa dasimiz, rostdan ham mana buni ikkita qismidan bir-biriga teng hisoblanadi. Lekin bizga tabiiyki javob bunaqa 0 0 0 chiqmaydi, to'g'rimi? Shunaqa endi to'liq javob topish uchun, to'g'ri javob topish uchun biza demak boshqa nuqtalarni ham nomsini yozishimiz kerak. Mana yozamiz hozir. G demak 8 bo'lganda bu yana teng ekan 0 ga. Yana hech nima o'zgarmayapti. Xo'p, savolni to'liq hamma narsasini kirgizish kerak. Shundagina bizda aniq o'sha boyagi n, b ni, c ni qiymatlari kelib chiqadi. Davomli o'qiymiz. Aytadi. If the sum of b and c is equal to 14, what is the value of a dot? Endi b bilan c ni qo'shsak, ularning qiymati demak 14 ga teng bo'layotgan ekan. Shu narsani ham biz desmizga hozir tushuntiramiz. Mana aytamiz hozir mana b bor ekan, bor edi bizda. To'g'rimi? Tepada turibdi mana b, right? Let's say. C bor edi. Shu ikkalasini qo'shsak bir-biriga, bular teng ekan, demak 14 ga. Mana chiqib bo'ldi, bu ko'rasizlar. Qiymat chiqdi. O'shanda a ning qiymati nechaga teng bo'lyapti? Mana a ning qiymati 0.388 bir teng ekan. Mana shu narsani sizlar agarda kasr ko'rinishga o'tmoqchi bo'lsanglar, to'g'ri kasr yoki noto'g'ri kasr, mana bitta button bor mana ko'rasizlar. Shu usul bossanglar sizga chiqarib beradi. A ning qiymati -7 taqsim 18 ga teng ekan. Bizga yana regression parameterdan mana shunday yozib qo'yibman ko'rasizlar. Right? Regressiondan foydalandik xuddi shu savolni ishlash uchun. Takrorlayman, mana birinchi qiymatni kiritdik, ikkinchisini kiritdik, uchinchisi kiritdik va ularni tenglashtirib bir-biriga va shu orqali desmas bizga a ni, b ni, c ni qiymatini chiqarib berdi. So yana savollarni ishlashda davom etamiz. Let's go. Hop.
demak, savolga uchmasak bo'ladi menimcha. Demak, keyingi savol. Keyingi savol. Boshqa savol ekan. Bu savollar adashmasam mana shunga o'xshagan savollar biza oldingi videoda, ko'rishingiz mumkin, bitta chiqadi hozir yana linki. Ishlagandik, lekin qattiq ishlab qo'yganmiz. Bu savollarni ham regression orqali ishlash mumkinligini va shu orqali ishlaganimizni ko'rsatish uchun. Faqat oldingi videoda biz uni boshqacharoq table bilan ishlagandik. Bu safar we'll do it in a different way, like a little different way. So let's go. Tak. Hop, savol aytyapti. Golf bor ekan va u ma'lum bir tepalikdan, above the ground turgan ekan, shu boy shuni urishibdi. Right? Va aytyapti, the ball reached its maximum height of 72 feet above the ground 3 seconds after it was struck. Ya'ni urilganidan 3 sekund o'tib u maksimum balandlikka yetib boribdi. Let's go. Endi kirgizamiz. Faqat ko'rib olishimiz kerak. Bu mana. Aytyapti mana. Bu narsani model qilish uchun biz yana kvadrat funksiyadan foydalanamiz. Shu uchun biz shu kvadrat funksiyaning umumiy formasini kirgizamiz. Demak, plus c chiqdi. Hop. Bosarga takrorlaylik. And the ball hit the ground 7 seconds after it was struck. Ya'ni urilganidan 7 sekunddan keyin yerga tushibdi. Yerga tushibdi degani yerda balandlik nechaga teng? Yerdan balandlik yo'q, turibdi joyida balandlik 0 ga teng bo'ladi. Bu nima degani? Bizning funksiyamizni o'qisanglar, right? It shows the height. Funksiya is right, let's say the quadratic function can be used to model the height. Va u yerdagi input, ya'ni o'zgarayotgan narsa, bu nima ekan? Bu time ekan. Bu shu boyga shuni holat qilyapti. Endi buni biz dastlabki tushuntirib bersak, mana yozamiz hozir mana. H t deymiz. Chunki h bu nima? H bu height, t bu time. Shu narsa teng bo'lyapti. Demak, a deb yozsak bo'ladi. Ko'zingiz o'rganmagan bo'lishi mumkin. Nima shuncha ko'rsataman, right? Just how it works. Yozaman shunaqa. That's it. Mana berdim funksiyani dastlabki. Mana t ni input sifatida qabul qilyapti. Va biz hozir boya qilganimizdek qiymatlarni kirgizib chiqamiz. Demak, t 3 bo'lganda, 3 bo'lganda heightimiz 2 bo'lyapti. So let's enter that, right? Bunga 3 qo'yamiz mana time ga. Shunda height teng bo'lyapti. Demak, 72 ga. So. Kirgizdim mana qiymatni. Aniq chiqyapti. B bilan C qiymatini 0 chiqaryapti. Endi qolgan qiymatni kirgizamiz. So endi aytyapti, keyingisi mana the ball hit the ground, ya'ni height 0 edi 7 sekund o'tgandan keyin. Buni ham yozamiz mana. H7 deymiz, demak, va bu 0 bo'lyapti. Ko'rgan bo'lsanglar, a ni b ning qiymati chiqdi bizda. Hozir a -6 ekan, b 42 ekan, lekin men hozir yana ham ishonchim komil bo'lishi uchun mana rostdan maksimum 3 sekunddan keyin 72 heightda sodir bo'limi yo'q, shuni aniqlamoqchi edim. Mana ko'ryapsizlar. Bu narsa savol aytgani bo'yicha bir xil emas ekan. Shuning uchun dastlab aytgan narsani shundoq olib ketish kerak emas, tekshirish kerak, nima bo'lyapti, nima qo'yapti. Men xohlagan narsa yo'q bu yerda. Nimaga deydigan bo'lsanglar, kvadrat funksiya aniq chiqishi uchun biz unga 3 ta qiymat berishimiz kerak. Okay? Yoki uni boshqacharoq holatda ifodalashimiz kerak. Endi hamma biladi, maksimum yoki minimum height bu vertexga teng. Va vertexni odatda x0 deb oladi, x oladi 0 o'zbek tilida. Va x0 vertex teng uni koordinatasi nechaga teng? U -b taqsim 2a ga teng. Va bizda verteximizni x qiymati teng yoki t qiymati time davomida biz t qiymati teng 3 sekundga. Shuning uchun biz hozir mana shuncha aniqroq bo'lishi uchun yana qiymat beramiz. Takrorlayman. Biz dastimizga qiymat beramiz regressionda va berilgan qiymatlar bo'yicha dasimiz o'sha boyagi biz topmoqchi bo'lgan narsalarni eng most probable outcome'larni beradi bizga. So yana aniqroq bo'lish uchun bunday qiymat beramiz. -b taqsim 2a bu vertex hisoblanadi, to'g'rimi? Shu bizda teng bo'lyapti 3 ga. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana a ni, b ni, c ni qiymati o'zgardi. Men xuddi shu qiymatni bergandan keyin va mana ko'ryapsizlar, rostdan ham maksimum narsa mana x3 bo'lyapti, lekin t3 bo'lyapti va heightimiz 72 bo'lyapti. Rostdan ham savol etgan narsaga tushyapti va ko'ryapsizlar, mana bu RMC bu nimaligini shu bossanglar ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu yerda 0 ko'rsatyapti. Bu degani bizda aniq qiymatlar berilyapti. Hop, mana demak hamma narsa aniqlab bo'lindi. Endi savol so'rayapti. Based on the model, what was the height? Bizdan heightni so'rayapti. In feet of the ball 5 seconds after it was struck deyapti. 5 sekunddan keyin so'rashyapti. Hop, endi buni topishni nima qilish mumkin? Mana bu yerda x turibdi, to'g'rimi? Bizga a ni, b ni, c ni qiymati topib bo'lindi. Bu degani biz shunchaki mana bu f va shu xavfli ichiga
5 yozib qo'ysak bo'ldi. 5 yozamiz, javob 54 chiqyapti. Bu savolni, demak, javobi 54 ga teng ekan. Bizda hamma narsa joyida, crosslama mana bu 0 ga teng. Bu rostdan o'sha savol aytganidek 372 deb o'tdi vertex va biz yozdik ham narsani, o'sha A bilan B ni, C ni qiymati aynan mana shunaqa chiqishi uchun hammasi joyida. Demak, javobimiz 54 bo'lar ekan. Nimaga hammasi joyida deyapman? Chunki siz dasmas bergan o'sha javobni olishdan oldin ham tekshirib ko'rishingiz kerak. Everything in the question rostdan ham question mana berilgan, ya'ni dasmasaga berilayotgan narsalar questionda berilgan hamma data bo'yicha to'g'ri kelyapti yoki yo'q, bitta ko'rib olish kerak. Chunki ba'zida so men bu RMSE to'g'ri mana shu narsa 0 bo'lishi ham mumkin. Lekin sizga ba'zida shu boy noto'g'ri tashlagan bo'lsangiz, to'liq hamma ma'lumotni kiritmagan bo'lsangiz savoldagi dasmas tashlaganingiz ham, demak, xato chiqib qolishi mumkin. So, shuning uchun it's always better to be careful, cautionary. So, davom etamiz. Keyingi savol bilan bu savolimiz bo'ldi, o'chiramiz. Xo'p, savol bor ekan bizda. Katta qilamiz shuni va qolamiz chunki bilmayman, makshog'at. Xo'p, aytadi. So, in the xy plane, points -3 and -7, mana shu ikkita point to'g'rimi, are the end points of the diameter of the circle dotdi. Ya'ni ki circle bor ekan, uni diametri bor ekan va diametrni shu boyagi ikkita tomoni, u tomondan bu tomongacha bo'lgan nuqtalar, to'g'rimi, -3 -7 va 11 -7 ga teng ekan. Shu equationni, to'g'rimi, ya'ni ki shu circle'ni equationni mana shu x minus a ning kvarati plus y minus b ning kvarati bo'lyapti. Teng c kvaratga. Mana shu savolni ham dasmasda ishlash mumkin. Nimaligini hozir ko'rsatmaslik. So let's go, honey. Biz hozir birinchi qilgan ishimiz mana bu nuqtalarni kirgizib olamiz. Endi bu just in case regressionga aloqasi yo'q. Men aytganda nisbatan qiyin savollarni ham o'sha ishlaymiz deb. So, yeah, here. Mike, honey, let's go. The circle's easy preppers dot. I don't know why it's showing that, but and I don't know where I got this question. So, yeah, let's go. Mike, honey, demak, deylik A nuqta bor. To'g'rimi? Unda koordinatasi shu boy berilgan. -3, -7 bo'lyapti. Va deylik B nuqta bor. Demak, bu 11 -7 bo'lyapti deylik. Let's say, okay? Xo'p, va mana bu ko'rasizlar, savol etish bo'yicha qilamiz. Mana bu va mana shu ikkita nuqta, demak, bitta circlening diametrini ikki tomoniga ekan. Bu degani, deylik, mana bitta nuqtamiz -3 -7 turibdi, bu yoqda esa 11 -7 turibdi. Mana shuning o'rtasi katta ehtimol, right? Bu circlening center hisoblanadi. Biz sen topishimiz mumkin, juda ham oson. Sen topishni shunchaki mana qilib qo'ysak bo'ladi. Distance degan bo'lsa, A bilan B deymiz. B degan 14 chiqyapti. Bu distance nima degan bo'lsa, hozir mana shu distance bu funksionni dasmasda A nuqta bilan, mana bu A nuqta bilan, to'g'rimi? Mana bu B nuqtani orasidagi masofa nechiligini topib beryapti. Endi bu narsani topish qiyin emas edi o'zi aslida, 11 -3 qilib. Lekin ba'zida bu savol mana shu nuqtalar to'g'ri tushib qolmaydi. Ya'ni men bitta hozir bu 11 bo'lsa, to'g'rimi? Bu -3 bo'lsa, hamma biladi, orasidagi masofa 14 ligini. Lekin ba'zida mana bu nuqtalar qiyshiq ham bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni -7 emas, deylik, mana bu -9 bo'lganda ham shuni distance'ini dasmas topib bera oladi. So just show that, right? Xo'p, mana shu turibdi 14 ekan masofa. Bu degani bizning radiusimiz mana bitta formula bilsanglar kerak. Mana bu C radius bo'ladi. Xo'p, C 7 chiqdi bizda. Shuni qilib qo'yamiz. Keyin bizda endi A bilan B ni topish kerak. A bilan B nima? Birinchisi, mana B turgan point, to'g'rimi? Bu aylana markazining demak y koordinatasi hisoblanadi va diametr bu yoqdan bu yoqgacha bo'ladigan bo'lsa va o'sha joyda -7 bo'ladigan bo'lsa y koordinatasi, demak mana bu sentrda ham y -7 bo'laveradi. So that's obvious, hamma biladi narsani. B imiz oson, qiyin chiqmadi menimcha. B ning koordinatasi demak -7 ga teng ekan hozir bizda. Adashmasam. Yes, it's -7. Va A qoldi. Endi qanaqa topamiz degan bo'lsanglar, mana bu. A bu hozir mana bu ikkita nuqtaning bu diametr bo'lgan bo'lsa, o'rtasida joylashgan nima bo'ladi? Mana, demak, -3 dan, to'g'rimi? Demak, 11 gacha umumiy 14 ta masofa bor va bizga o'rtani topish uchun shu yarmi kerak, yarmi 7 bo'ladi. -3 dan 7 gacha chiqadigan bo'lsangiz, bu 4 chiqadi. Bu 11 dan ham 7 gacha 4 chiqadi. X koordinatamiz o'sha formula bo'yicha, circle equation bo'yicha hamma bilsa kerak menimcha. Shunchaga yozib qo'ymoqchiman bitta uni. Bunday qilardi. X minus deylik m ning kvarati keyin plus y minus n ning kvarati bo'lardi. Teng r kvadrat hisoblanardi. Endi bunda tushunishlik uchun m bu aylana markazini x koordinatasi,
n bu aylana markazini y koordinat hisoblanardi va r bu right let's say o'z ichi bo'yicha radius hisoblanar edi. Biz shu bo'yicha hozir sin topdik, bin topdik va a ni ham topdik. A teng ekan 4 ga. Savol bizdan demak a plus b plus c so'rayapti. So you can just write that and you will get the idea. So I mean the result. Va bu teng ekan 4 ga, javobimiz 4 ga teng ekan. Mabodo xato qilgan bo'lsam, komment yozib qo'ying. Davom etamiz keyingi savol bilan. Xo'p. Demak, ketdik. So, keyingisi. Xo'p, bu savolni adashmasam oldingi videoda yana o'qilaman. Link chiqariladi, linkka borishingiz mumkin, ko'rmoqchi bo'lsangiz. Oldingi videoda ko'rib chiqqandik. Yana shuni boshqacharoq usulda ishlashni ko'rib chiqamiz. Boshqacharoq usulda we use regression here as well. Let's go. Use that regression parameter. Xo'p, kirib chiqamiz. Faqat endi osonroq bo'lishi uchun, to'g'rimi? Men bu safar table qilmayman-da. Shunchaki mana bitta berilgan, mana gx fx x plus 3 turibdi. Shu narsani kirgizaman. Let's go. Gx teng ekan, demak, tepada fx turibdi. Shu taqsim x plus 3 bo'lyapti. Mana shu narsa berilgan ekan va savol etishi bo'yicha, jadval etishi bo'yicha x minus 27 bo'lganda gx 3 ga teng ekan, x minus 9 bo'lganda 0 ga teng ekan, 21 bo'lganda 5 ga teng ekan. Va qilaylik. F dot it is a linear function. Shuning uchun biz f ni linear functionligini kirgizib qo'yishimiz kerak. Fx teng mx plus b bo'lyapti. So endi hop bizga bu kerak emas. Biz shu boyagi regression orqali, square bracket orqali, ya'ni turburchak qavs orqali yana mana shu qiymatlarni kirgizamiz va shunda bizda x nima, ya'ni mana bu ya'ni m ning qiymati necha, b ning qiymati necha hammasi kelib chiqadi. Shu bo'yicha biz shu boyagi mana bu funksiyani, fx funksiyani y interceptini aniqlasak bo'ladi. So let's write that down. G, mana G dom, chunki bizda G muhim hozir. Bu yerda G berilgan. Demak, x-imizdan minus 27 bo'lganda bu teng ekan, demak, 3 ga. So bu minus 9 bo'lganda teng ekan bu 0 ga. So va bu 21 bo'lganda x 21 bo'lganda mana bu teng ekan, demak, 5 ga. Chiqdi bizda b bilan 36 chiqdi, tabiiy bilan. Endi mathni yaxshi biladiganlar, algebrani function yaxshi tushungan odamlar allaqachon biladi. Mana bu yerdagi biz topgan b value o'sha x intercept, ya'ni y interceptni o'ziga teng. So biz javob topib bo'ldik. Javob 36 ekan, javob a ekan. Mabodoga bilmaydigan bo'lsangiz, o'sha y intercept degani bu x 0 ga teng bo'lganda qiymat degani. Shunchaki bunday qo'ysangizdan bo'ladi. We get the same thing. X 0 bo'lganda rostdan y 36 bo'lyapti. I think that's it. So keyingi savolga o'tamiz. Let's see how it can be solved. Qani, demak, bu ham o'sha boyagi savollardan bittasi. Bu savolni ishlash uchun demak bizga regression kerak emas, lekin ko'p chiqayotgan oxirgi imtihonlarda va o'quvchilarning afsuski xato qilayotgan, ko'pchilik ko'rganda, ya'ni qo'lda ishlab boshqa narsalar xato qilayotgan savol. Endi oddiy ishlamoqchi bo'lsangiz ham, bu qiyin savol emas. Shunchaki darsda aynan qanaqa ishlash mumkin, shuni ko'rib chiqamiz va savolni faqatgina tushunib olish kerak buncha o'qishdan oldin, ya'ni ishlashdan oldin. Itoat savol f and g are defined by the equations shown here. Mana bu equation ekan, to'g'rimi? Va itoat qaranglar, muhim joy bor. A b dan kichkina ekan va ular integer ekan, ya'ni butun son ekan va b esa 0 dan kichkina ekan. Va itoatda y fix bo'lsa, ya'ni tushunarli narsalar. Which of the following equations displays, ya'ni mana shu ikkalasidan qaysi biri ko'rsatadi constant coefficient sifatida the y coordinate of the y intercept of the graph of the corresponding function. Ya'ni qaysi equationda ular demak y intercept, ya'ni y bilan kechirgan joyni koordinatasini, y koordinatasini konstanta raqam yoki coefficient sifatida ko'rsatdi deyapti. Endi constant coefficient ma'lum bilmayapsizlar, o'sha Google ga qidirsanglar chiqadi yoki YouTube'da chiqadi. So I'm not going to explain because this video is about Desmos. Xo'p, let's go. Shuni ham tuzamiz. Desmosga. Qiyin savol emas, mabodoga. Endi, demak, fx deymiz. Function of x is equal to a turibdi, 4.2 va darajada x plus p bo'lyapti. Mana darajada, mayli, qavs ochaman. Sababi qavs ochmaydigan bo'lsam, b ni darajaga hisoblamaydi uni. Hozir mana qavs ochmaydigan bo'lsam, x plus b degan bo'lsam, pastga chiqib qoladi. So keyingi safar ishlatgan paytingizda esdan chiqmasin. Yozdim mana. A bilan b hozircha noma'lum deb turibdi. Slayder qo'shgin deyapti, desmiz. No, hozir qo'shmaymiz. Let's write down the gx as well. Demak, a turibdi bu yerda, 4.2 turibdi bu yerda va darajasi x ekan plus b bo'lyapti. Endi bizga a bilan b ni istimasi
chiqqani yo'q hozircha, darajasi boshqasi chiqqani yo'q. Like the values of R, A and B are not given here. Lekin savol aytyapti, biz tanlashimiz mumkin xohlagan qiymatimizni. B 0 dan kichkina ekan va B integer ekan. Let's say just for case, right? Let's say b'imiz 0 dan kichkina va integer bo'lgan bo'lsa, let's say it's just -2. Deylik, u shunchaki -2 ga teng B. Va aytyaptiki B A dan katta deyapti. Bu degani, demak, deylik, A'imiz -3 yoki -4 farq yo'q. You can put any value that you want. Endi mana bizda grafi tayyor bo'ldi va ko'rgan bo'lsanglar, mana ikkalasini ham bizda mana fx bu ko'k, ana bu gx bu demak yashil bo'lyapti, yashil graf. Ikkalasi ham y intercepti bizda chiqdi mana. Demak f funksionni y intercepti teng ekan -0.17 ga. G shu bo'lgan uni y intercept teng ekan -5k. Savol aytyapti, qaysi tenglamada, to'g'rimi? Y interceptning y koordinatasi, right? Constant yoki coefficient sifatida ko'rsatilgan deyapti. Mana biz ko'ramiz, a imiz -3 ida, to'g'rimi? Bu yerda coefficient bo'lgan bo'lsa, b imiz -2 ida, mana bu uchun bu constant bo'lyapti va -5, to'g'rimi? Mana bu funksiyada, mana -5 bu y intercept bo'lyapti mana. -5 hech qayerda berilmagan. Ya'ni ki -5 constant yoki coefficient sifatida kelmayapti. Yoki mana bu savolda ham ko'kda ko'ryapmiz, bu -0.7 bo'lyapti. -0.7 bu yerda ham constant yoki coefficient sifatida kelmayapti. Shuning uchun endi javoblamasida bor. Ana 1 ham, 2 ham, demak y interceptni constant yoki coefficient sifatida ko'rsatmayapti. Shuning uchun javobimiz D bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. So again, agarda constant yoki coefficient nimaligini bilmaydigan bo'lsangiz, Google ga borib qidiring yoki GPT ga yoki Cloud ga yoki YouTube qidirgan bo'lsangiz, sizga chiqadi o'sha nimaligi aynan. So, biz esa keyingi savolni ishlash bilan ishimizni davom ettiramiz. Hop. Endi men bog'dagi rahmat aytib qo'yishman. Bu materiallar, bu savollar mana Esit Tashkentni hard book'idan olingan. So, giving the credit to them just in case. Hop, keyingi savol aytyapti, the function g is defined by this berilgan ekan. Hop, aytyapti a, b, c are integer constants. Ya'ni a bilan a, b, c hammasi butun sonli ekan. Va aytyapti, the zeros of the function, ya'ni tenglamaning yechimlari yoki x interceptlari 0 degani, yechim degani -2 ekan, -7 ekan, 3 ekan. Takrorlayman, zeros degani bu yechim degani va endi if your math is good, siz bilishingiz kerak, zeros of the function degani y 0 ga teng bo'lgandagi x ning qiymatlari, ya'ni o'sha funksiya uni x o'qini kesib o'tadigan joy hisoblanadi. So shuni shunda a ning qiymatini topgin deyapti bizga savol. Va shu narsani biz decimal string tiliga tarjima qilib beramiz va bunda ham xuddi shuna holat, we will use regression parameter. Demak, ketdik, nima qilamiz? Shunda osonroq bo'ladi. 3 ga bundoq qilib, hop, gx bor ekan, teng ekan x kubga plus ax kvadrat, x kvadrat plus bx plus c bo'ladi menimcha. Xuddi shunaqa da. Va yozamiz mana zeros of the function mana. G mana. X -2 bo'lganda demak funksiya teng 0 ga. That's why it's called the zero of the function. Keyingi qism x -7 bo'lganda bu teng ekan yana 0 ga, because it's the zero of the function. Va oxirgisi hammasini kirgizish kerak iloj boricha. 3 bo'lganda bu teng ekan yana 0 ga mana. A ni, B ni singa qiymat chiqdi va A ning qiymati demak 6 ekan, javobimiz chiqadi. Ya'ni bittada bu narsani agarda qo'lda ishlaganingiz nima qilardingiz? Mana bu x ni o'rniga -2 olib kelib qo'yardingiz, to'g'rimi? Keyin mana bu yerga 0 qo'yardingiz va nima qilib o'sha boyagi ya'ni umumiy katta tenglama bo'lardi. 3 noma'lum tenglama bo'lardi. O'sha orqali a ni, b ni, c ni topishga vaqt ketardi. Shunchaki mashinasini yozib, siz juda ham ko'p vaqtni tejashingiz mumkin. So, menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingi savolga o'tamiz, chunki video juda ham uzoq bo'lib ketsa, hamma ham oxirigacha ko'rmasligi mumkin. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Bizda bor yo'g'i hozircha 7 savol ko'ribmiz. Let's go. Qolamiz. Ana mana bu savol sal boshqacharoq. Bu umuman funksiyaga aloqasi yo'q. Bu demak percentage question ko'rasizlar. Percentage. Demak, aytyapti savolda o'qiymiz. Positive number a bor ekan bizda, u positive ekan, is 480% of the number b. Ya'ni b sonning 480% ga teng ekan. Va aytyapti yana and a is also, right, 70% of the number c. Ya'ni a c ning 70% ga teng ekan.
Shunday aytibdi, if C is P% of B, ya'ni kim C B ning P foiziga teng bo'ladigan bo'lsa, shu holatda P ning qiymati nechiga teng deyapti. Biz shuni ham regression orqali, to'g'rimi, ishlashimiz mumkin. So let's go. Qani. What the hell? No, things happen. Let's go. Yozamiz. Square bracket ochamiz yana, ya'ni kim turmuchga qavs ochamiz va aytamiz mana. A bor ekan bizda va hayla. Bu teng ekan, mana teng ekan. 480 foizi deyapti. Mana 480 yozdim. Demak, shift bilan 5 ni bossanglar, mana shunaqa percent off deb chiqadi. Bu A is 480% of B deyapti. Mana yozamiz shuni B ni. Yana aytyapti mana. Yana ikkinchi qismni ham aytyapti. A again, right? Teng ekan is 70% of B ga. Ko'rasizlar, A bilan B ning qiymati hozircha 0 turibdi, chunki demak A bo'ladigan bo'lsa, 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa va B 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 0 ning 480% ham 0 ga teng bo'ladi. So, that means bizga bergan data bo'yicha eng most probable, eng to'g'ri keladigan qiymatni topishga harakat qilyapti. Lekin bu bizga kerak qiymat emas. So, let's go. Demak, 3-qismdan beramiz. To'g'ri. C yozamiz mana. Virgul deymiz. C, to'g'rimi? Teng ekan, yana virgul deymiz bu yerda. P% of B deyapti. P deymiz. Shift 5 of B deyapti. Endi qaranglar mana chiqdi. Sorry. P nima o'zi? Ha, shu yerda. Chiqdi mana. A ni ham, C ni ham, B ni ham 0 deyapti. P ni 1 deb qo'yapti shunchaki. Chunki shunaqa bo'ladigan bo'lsa ham, mana shu funksiya ishlaydi. Ya'ni mana shu narsa, ya'ni B 0 bo'lsa, A 0 bo'lsa, C 0 bo'lsa, mana shu bizga bergan narsa rostdan to'g'ri chiqadi. Lekin savolda yana bitta joyi bor. Savol aytganki mana the positive number A deyapti. A ni bizga positive deyapti. 0 bo'lishi mumkin emas ekan u. Bu narsani biz qanaqa aytamiz degan bo'lsak, mana bunaqa, demak, hop. O'sha enterga yaqin bo'lgan joyda o'sha chiroyli qaus bor, bilmayman, gulchali qaus deganimlar. Shu chiroyli qaus orqali biz A ning aniqlanish sohasini, range-ni berishimiz mumkin mana. A biz bilamiz, pozitiv ekan, shu aytamiz, 0 dan katta deymiz. Ko'rgan bo'lsanglar, mana bizda A ning, B ning, C ning allambalo raqamlari chiqdi. Bilmayman nimaligini ular. P ning qiymati esa xato chiqyapti. Ya'ni biz xohlagan raqam bilan orasida yo'q. Demak, so aytamiz, endi bu yerda berilmagan menimcha. So A is this. Shuni tekshirlaycha. A is this. A is also. Bitta xato qilamiz biz mana bitta. Bitta C yozib qo'yamiz. B yozib qo'yamiz C o'rniga. Let's go. Bo'ldi. Bitta xato qilamiz, ana shu xato qilsam, ko'tarib chiqish mumkin. Endi bu xato qatdan deydigan bo'lsanglar, mana bu optionlar orasida kerak bo'ladigan bizga P ning qiymati chiqmadi bu. Mana bu yerda esa ko'rasizlar, P ni teng deyapti. 685.27 ga teng deyapti. Hisoblaydigan bo'lsak, mana demak P ni 685 degan javobi bor. Bu to'g'ri javob. Endi takrorlayman. Nima dedingiz hozir? Dasmiz qanaqa tarjima qildik? A ni aytayotgan savol B ning 480% ga tengligini. Va aytayotgan yana A C ning 70% ga tengligini aytayapti va C demak B ning P% ga tengligini aytayapti. Biz xuddi shu narsani mana shu umumiy to'plamlar orqali, mana shu narsa orqali, basically, bilmayman how to call it in Uzbek, mana shu narsa orqali with this square brackets, right, we gave this list to Desmos. Va aytmoqchimizki Desmosga, agarda A 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa va holat mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? A ni, B ni va C ni eng probable, ya'ni P ni ham eng probable, eng to'g'ri keladigan variantini topib bergan davom. Biz mana ko'rganingizdek, mana bu narsa to'g'ri chiqyapti, 0 chiqyapti. So, demak, hamma calculation to'ppa-to'g'ri qilingan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi tushunishlik uchun xuddi shu savolni qo'lda daftarda ishlamoqchi bo'lsangiz, kamida 1,5 daqiqa, 2 daqiqa vaqtingiz ketadi. Because you have to use calculator. O'zim yana dasturchi kerak barman. Dasturda, ya'ni imtihonda shuncha yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bilmadim, 30 sekunddan, agarda sizda typing speed yaxshi bo'lgan bo'lsa, 30 sekunddan vaqt ketmaydi. Aslida, endi men tushuntirganim uchun it took some time. Demak, davom etamiz keyingi savollar bilan. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi hamma narsa. Exponential function bor ekan, and it gives, right, it passes through points C8 and 2C350. Mana shu yerda B ning qiymati, possible qiymati nechiga teng deyapti. Buni ham nima qilamiz? Yozamiz va hisoblab ko'ramiz, right? Let's see. Yozamiz, fx bor ekan, bu teng ekan a darajasi x minus b ga. Va xuddi shunaqa yana square bracket deymiz. F c bo'lgandan x o'rniga c qo'yamiz. Bu funksiyam, sorry. What happened? Bu funksiyamizga teng ekan, demak, hop 8 ga yozamiz 8 tengligini.
va f 2c bo'lganda, endi men esimda qolganda adashmasam, esimda qolganda 2c bo'lganda bu funksiyamiz teng ekan, mana virgul bilan berib olmagan 350 ga. Va chiqdi bizda a ning qiymati, c ning qiymati. Bo'ldi, shu javob b ning qiymati 11 bo'lyapti bu holatda. You can just take the value of b. Now if you want to check, shu qo'yib ko'rib hisoblab ko'rishingiz mumkin. A ning b ning qiymati orqali. Biz esa davom etamiz. Let's go. Keyingi savol ochamiz. Bu prepar solingan manimcha. Xo'sh, bu nima ekan? Qarang. Demak, so yeah, this is from F1. About like I know no one cares, but just for fun. Let's go. Buni ham endi oddiy savol. Qoldirishda qo'ysa bo'ladi. Unaqa ko'p vaqt olmaydi, menimcha. No, endi just for fun, right? You can also do it on Desmos. So let me show you how you do that. Shunchaki olishimiz mumkin. Mana bu teng deb 8 ga katta farq qilmaydi. So, to'g'ri 8 emas, 16 bo'lishi mumkin. No, juda ham katta farq qilmaydi. 2x plus y ham bor. Bu teng ekan, demak 5 ham 5 ga ekan. Va ko'rgan bo'lsanglar, men bu narsa ishlamadi hozir. Chunki x ni yoki y ni siz shunchaki beradigan bo'lsangiz, Desmos buni mana bu x, y o'qiga aloqador bo'lgan point deb o'ylaydi. Bu yoqda bo'lsa, bu shunchaki teng nima? Qanaqadir funksiya, qanaqa narsa emas. Shuning uchun shuna Desmos tushunadigan tilda, oldingi videoda ko'rganmiz. Mana oldiga 1 qo'yib qo'ysangiz, mana oldiga 1 qo'yib qo'ysangiz, shuni to'g'rilab olsangiz, Desmos sizga ishlab beradi. Bo'ldi, mana chiqdi x bilan y ning qiymati. Bizga y taqsim x kerak. Mana y taqsim x deymiz. Y 1 edi, uzr. Y 1 taqsim x 1 bo'lyapti. 1.33 chiqyapti. Kasr qilsak 4 taqsim 3 va 4 taqsim 3 orasida bor. Bu javob b ga teng ekan. Oson savol. Buni ishlab qo'ydik. Buni ham Desmosda ishlash mumkinligini ko'rsatish uchun sizga. Demak, bu ham bo'ldi. Endi keyingi savolga o'tamiz. Let's go. Demak, buni javobi allaqachon belgilangan ekan. To'xtanglar, bu uchun bizga iPad kerak. So yeah, let's go. iPadda hozir buni sizga tushuntiraman, nima bo'layotganini, keyin Desmos orqali ishlab ko'rsataman. So yeah, let's go. Habitatda bizga savol, a surveyor, right, measures the angle of elevation to the top of a radio tower from two different positions on level ground. Hop, demak, radio towerga qarab turib, to'g'rimi? Demak, hop, elevation to the top of a radio tower from two different positions on level. Hop. Demak, chizadigan bo'lsak, let's say mana bu narsa, okay? Bu o'sha boyagi, demak, radio tower bu. Va mana bu okamizda surveyor turibdi. Ikkita nuqtadan, deylik, birinchi nuqta. Hop. Bunaqa olamiz. Deylik, mana bu ikkinchi nuqta. Mana shu ikkita nuqtadan, demak, o'sha boyagi angle of elevation ni, ya'ni umumiy qancha ko'tarilganini, shu narsani o'lchapti. Aytyapti, from the first position, hop, mana birinchi position bo'yicha, to'g'rimi? The angle of elevation is 22 degrees deyapti. Bunaqa hisoblaydigan bo'lsak, bilmayman qanaqa bo'ladi. Tak, bunaqa deymiz, qani. Demak, let's just do this right. So yeah, mana shu angle of elevation deyapti. Endi menimcha they're talking about this, right? Mana bu narsa bor edi bizda, to'g'rimi? Mana shu narsa demak teng ekan 22 gradusga. Va ikrosi ikkinchisi. After walking 100 feet toward the tower deyapti. Mana bu walk qilibdi, to'g'rimi? Yuribdi ozgina kecha. Mana shu yurgani 150 feet ekan. Mana shu yurgandan keyin demak uning angle, mana bu angle aytyapti hozir. Chiroyli chizish mumkin shu narsa. Come on, iPad, can't we do it a little cool? No, hayta olmadim. Let's go, honey. Da. Deya. Qattan sabr. Qattan chizardi shuni. Demak, to'g'ri, nimadan bo'ldi? So yeah, let's do that. Right. Chiroyli bo'lish uchun qo'limizda. Bo'ldi. Mana shu narsa bor ekan bizda. Hop, bizga bu kerak emas. Buni o'chirib tashlaymiz. Hop, va mana shu angle bor edi bizda. Mana bu angle teng ekan 42 gradusga. Aytibdi. Both positions are in direct line with the base of tower. Hop, buni chizdik biza. Which of the following is closest to the height of the radio tower in feet? Bizga kerak bo'lgan narsa hozir mana bu, sorry. Bizga kerak bo'lgan narsa hozir mana bu bo'lyapti, right? Shu narsa. Demak, x o'tda shu height of the tower ni topishimiz kerak ekan. Endi qaylar, bu juda ham zo'r savol, hozir. Demak, hop, qani demak, biz endi nima qilishimiz mumkin bu yerda hozir? We can use the function tangent ni
foydalanishimiz mumkin. Xo'sh, bu yoqda endi hisoblaydigan bo'lsak, qani, let's go. Nima qilamiz birinchi? Tangent bor edi. Tangent 22 gradus hozir shunda bizga teng bo'lyapti. Mana buni x deydigan bo'lsak, to'g'rimi? Mana buni x deydigan bo'lsak, sorry, shuni rangini to'g'ri olaylik. Mana buni x deydigan bo'lsak, hop, shu tangent 22 hozir shunda bizga teng bo'lyapti. Demak, opposite bo'lardi desang desak. Mana bu x taqsim, right? X taqsim. Demak, mana bu общий tomon bo'lyapti. Mana bu qism, qizil общий mana bu tomon bo'lyapti, right? Let's say. Mana shu tomonga bo'lyapmiz. Deylik, mana shu tomon bilmadim endi. Mana bu yerda bilmadim. Let's say mana bu y deylik. To'g'ri, boshqa rang qilaylik shuni. Boshqa rang qilsam hamcha chiroyliroq bo'lardi. So, deylik mana bu x ga. So, y deydigan bo'lsak, hop, shunda hozir tangent 22 teng bo'lyapti. Demak, y plus 150 ga. So, just in case, balki oson yo'l bordir. Men shuni qilishgan misol. Hop, keyin tortdi va yana ikkinchi qismi ham bor bizga. Tangent 42 ham bor bizda. Qancha hisoblasa bo'ladi? Tangent 42 bo'lyapti. Teng demak, yana xuddi shunaqa x taqsim demak y ning o'ziga bu safar buni x taqsim y ning o'ziga, chunki bilasizlar tangent degani bu o'sha boyga opposite taqsim adjacent degani. Endi bu burchakning qarshisidagi tomon x bo'lyapti va unga yopishib turgan tomon bu y bo'lyapti. Shuning uchun shuni hozir. Va hozir biz nima qilish mumkin? Shunchaki mana shu ikkita tenglamani dastimizga kirgizamiz va bu savolni ham osongina ishlatib bo'ladi. Just in case bu yerda x bu bizani bizning topishimiz kerak bo'lgan it's the height of the tower. So, endi dastimizga kirgizsak, hamcha bo'ldi. Let's go. Demak, hop, yozamiz. Bizda yana square bracket bor. Tangent 22 bor ekan. Just in case buni gradus qolish kerak. Bo'lmasa xato qilish qoladi. Tangent 22 bor ekan. Bu demak teng bo'lyapti. Demak, x bar, endi x bar deyish kerak bo'lsa tushunmaydi desamiz. Plus 150 ga va tangent 42 ham bor demamchi. Shunaqa bo'lyapti. Bu teng edi x bar taqsim y 1 ga. Hali ko'ryapsizlar, x bar kerak edi bizga. X bar 190 chiqadi va RMSE, right, this thing 0 ga teng. Bu degani bu qiymatlar aniq chiqadi degan. Bu topdik javob. Demak, shu boyga the height of the radio tower teng ekan 110 ga. Bu to'g'ri javob. Endi men buni imtihonda shu mashq so'rashayotgan paytimda ko'rgan edim. Mana shu tushunarli bo'ldi. So, endi davom etamiz keyingi savol bilan. Keyingi savolimiz function f deyapti is defined by this. It's also exponential function. And the graph of this has a y-intercept at this. Okay. Tushunarli. And the product a and b is 225 over 4 dot. Javobimiz tegmash chiqadi. Endi savol ishlab bo'lganman, shuning uchun preppy bo'ladigan bo'lsa, bu prep prosdan olingan savol ekan. Prep prost emas. Endi u ham prepdan olingan ekan bu savol. Xo'p, qani ishlab ko'rishga harakat qilamiz. Ska birinchi kirgizamiz. fx bor ekan. To'g'rimi? Va bu teng bo'lyapti. Minusdan darajasi x, to'g'rimi? Plus b ekan. Qarang, savol bo'yicha mana bu y boshqa bir graf bor ekan. Mana shu fx dan -9 ayrilgandagi qismida, to'g'rimi? Y-intercept teng ekan 0, to'g'rimi? Keyin demak y koordinati -31 taqsim 4 ga. Shu narsani shu qiyin qilmasdan biz boshidan mana shu shuni yozib olsak bo'ladi. Problemasi yo'q. Va shu orqali biz savol ishlaymiz. Qani aytyapti, mana yozamiz. f 0 bo'lganda bu teng ekan, demak 31 taqsim 4 ga, -31 taqsim 4 ga teng ekan. A bilan b ning qiymati chiqdi, lekin bu aniq oxirgi qiymat emas. Chunki bizda mana bu narsa ham bor. Aytyapti, the product of a and b, mana shu a bilan b ning ko'paytmasi mana abadon mana shu uchun teng ekan 225 taqsim 4 ga. 225 taqsim 4 ga. Bo'ldi, mana chiqdi. Savol so'rayapti bizdan, what is the value of a deyapti. Mana ko'rasizlar, rostdan a ning qiymati 25 chiqdi. So, bu ham o'sha dastimuz bilan ishlash mumkin bo'lgan savol. Takrorlayman. We used regression again here. Xo'p, davom etamiz keyingi savollar bilan. Biz yana umumiy 5, 13 ta savol qildik. 30 ta savol menimcha yetarlicha savol. Umumiy dastimdagi qiyin savollar o'rganib olishga. Xo'p, when the quadratic function p is graphed in the xy plane, right, tushunarli, its vertex is 5 bilan 8 dotda. One of the x-intercepts of this graph is 9 dotda. What is the other x-intercept of the graph? Oson savol ekan, menimcha dastimni ishlatish shart emas bu savolga. Xo'p, bizga shunaqa qoida bor. x0, ya'ni bu vertex, right, teng x1 plus x2 taqsim 0 2 hisoblanardi. Bizda x1 berilgan, x0 berilgan. Shuning uchun demak x2 ni topish qiyin emas. Xo'p, ishlab qo'yamiz.
Let's go guys. Qani x0 imizni buni qaytib olamiz. Just in case bilmaydigan bo'lsangiz, formula qanaqa? x0 teng x1 plus x2 demak x1 x2 tashdan keyin yechimlar taqsim 2. Mana shu narsa har doim ishlaydi. Shu bo'yicha biz mana shu savol ishlayveramiz hozir tez. Qo'lda ham ishlasa qiyin savol emas aslida. x0 bizda 5 ga teng ekan. Va buni tenglashtiramiz. x1 imizda bor ekan. 9 taqsim 4 ekan u. To'g'ri? Shunga qo'shilyapti x2 bu ikkinchi yechim bo'ladi. Shuni 0,2 bilib olsangiz chiqadi. Javob 7/73 ekan. x2 deymiz hamda bundan qolsangiz chiqadi. Javob 31/4 ekan. C. Easy, very easy. Savolni o'zi qo'shishim shart emas. No, bilmayman qo'shibman. Endi ayrim tenglamalarni shu qo'lda emas, shunchaki dasmasda ham ishlab qo'ysa bo'ladi degan ma'noda bo'lishi mumkin. Let's go. Qani keyingi savol. The function f. Bu ham exponential function ekan. Hop, a and p are constants in the xy plane. The graph of this has an x-intercept bor ekan. 0 ekan. Y-intercept this. What is the value of ab? Oson savol. Menimcha agarda shu paytgacha hamma narsani yaxshi tushunib qolgan bo'lsangiz, bu savolni menimcha o'zingiz ham to'xtatib ishlab qo'ysangiz bo'ladi. So, you can stop the video now. You can go to the Desmos and try to solve this question yourself if you want. Demak, qani qilamiz biz a x bo'lyapti darajada plus b ekan va hop 3 bo'lganda x yergimizda 0 bo'lyapti. Va demak f imizda 0 bo'lganda ham bitta tenglayapti minus 3/2. Bo'ldi, chiqdi javob a plus b. Demak biz teng ekan minus 336 ga. Shu to'g'ri javob. Tushunmagan bo'lsangiz qaytadan ko'rishingiz mumkin. Shunaqa. Again, we used regression here. Demak, let's try to solve the other questions. Just in case bu yerda juda ham ko'p har xil anonda olingan, resurslar olingan. Shuning uchun sizlar hamma odamlarga kattakon rahmat shu narsani ta'minlagan. Va katta qism savollar imtihonda tushgan savollar mabodo. Hop, let's go. The function p is defined by this. Voy. Okay, sal qiyinga o'xshayapti. ABC are constant ekan. Hop, xy plane bor ekan. The graph this. Okay, passes through. Mana bizda ikkita aniq nuqta berilgan ekan. Mana shu demak tenglamadan functionni o'tadigan. Va shunda p minus 12 plus p minus 5 ni so'rayapti. Bu savolni qo'lda ishlash mumkinmi? Ha, albatta. -7 manbutga qo'yib, x o'rniga keyin 24 manbutga qo'yadigan bo'lsangiz, keyin undan ikkinchi tenglamada x o'rniga 0 qo'yib, mana bu funksiya o'rniga 8.9 qo'yadigan bo'lsangiz, nimadir qilsa bo'lsa kerak. Mana shunday qiyin savol emas bu. Vahimali ko'ringani bilan. Desmasda, right? Zero brain power, right? Let's say shunchaki yozsangiz bo'ldi. Ishlaydigan savol. Qanaqa ishlaymiz? Shu paytgacha qaysi savol boshqa savolni qanaqa ishlagan bo'lsak, buni ham xuddi shunaqa qilamiz. Mana bu narsani dasturga kirgizamiz. Va keyin mana bu nuqtalarni shunda yoritishini ko'rsatamiz bo'ldi va mana bu qiymatni hisoblaymiz. Qani, let's go. Shu jahon chiqaryapti demak narsa. Bo'pti, hop. Let's go. Px bor ekan bizda. U teng ekan, sal yozishga vaqt ketar ekan. Bo'pti, hop. X plus 6 ning kvadrati minus b bo'lyapti. Va qasni yapamiz. X plus 6 ning kvadrati ekan. Neredeyse minus c bo'lyapti. Hop, yozib oldik. Yetamiz. Square bracket p minus 7 bo'lganda bu teng ekan 24 ga. Virgul orqali ikkinchi qiymatni beramiz. P 0 bo'lganda bu teng ekan, demak 899 ga. Mana chiqdi, mana a ning b ning signallar chiqadi. Hop, to'g'ri yozgan bo'lsak, menimcha muammo bo'lmasligi kerak. Mana xuloslar, mana bu RSME qiymat juda ham kichkina qiymat. Bu degani bizda qilgan calculation juda ham katta ehtimol bilan aniq degani. Nolga qancha yaqin bo'lsa, odatda shuncha yaxshi deyishadi. So let's go, qani p minus 12 bo'lyapti bu yerda. Mana asosiy qiziq son chiqyapti, mana butun son chiqyapti. Bu yaxshi sign. P minus 5 ni qo'shamiz. Bo'ldi. Javobimiz 923 teng ekan. So bu to'g'ri javobmi? Ha, to'g'ri javob, chunki mana bu narsa juda ham yaqin 0 ga. Va bu narsa ham demak qiymatli yaqin bo'lyapti hamma narsaga. Va mana bu ham xuloslar butun son chiqdi. Bu chiroyli son chiqdi, right? So let's just continue guys. Demak, savol ham bo'ldi. Hop, buni qilamiz. Keyingi savolga boramiz. Qani, bu ham exponential function ekan va a minus b ni bizdan so'rayapti. Bu ishlagan savolimga o'xshaydi, faqat bu yerda nuqtalarni graf orqali ifodalagan ekan. Boramiz, yozamiz. Qani, let's go. Fx deymiz. Endi shunaqa desa yaxshiroq. Shunda funksiyani ko'rsatamiz biz dastimizga.
x plus b bo'lyapti. Va shunda a minus b so'rabdi. Bizda aniq ikkita nuqta bor ko'rasizlar. Bittasida x 1 ga teng bo'lganda, y ham 1 ekan. Kirgizamiz hozir. X 1 ga teng bo'lganda funksiya ham 1 ga teng bo'lyapti. Va ikkinchi nuqta bo'yicha x 0 ga teng bo'lganda y minus 3 bo'lyapti. X 0 bo'lyapti va shunda y teng ekan minus 3 ga. Bo'ldi. Bizda a minus b necha deyapti? A minus b teng ekan minus 0 o'tgan. A minus b. A minus b teng ekan 9 ga teng ekan. So yeah, we're done. Easy guys. I'm sure you have just in case bu 22-chi savol ekan, module 2 dagi katta ehtimol. Bu bir balo Hunters degan kanalda olingan ekan. O'shirgan rahmat. Xo'p, davom etamiz. Bu ham Institut Toshkentda olingan savol ekan. Ishlab ko'ramiz. Bu ozgina farq qiladi. Bu ishladik ko'rgan bo'lsanglar. The speeds of particles A, B, C are ABC meters per second respectively. The speed of particle A is 6000% of the speed of particle C, and the speed of particle C is 0.008% of the speed of particle B. Shu holatda A plus B ni C orqali qaysi javobda ko'rsatyapti? Shunga o'xshagan savol. Bu ishladik. Shuni yozamiz xuddi shu qilib. Qani, ketdik. Bu yozamiz. A teng ekan, demak 6000% of C va yana aytyapti, the speed of particle C bor ekan, to'g'rimi? O'sha teng ekan 0.008% of the speed of particle B. Demak, buni ham qilamiz. 0.008% of B deymiz. Xo'p, endi hamma biladi, speed odatda pozitiv bo'ladi. Bu yerda ana 0 B ni C 0 olgani uchun mana shunday chizib qo'yaman. A 0 dan katta deb misol uchun deylik. Aytman A ning, C ning, B ning qiymati chiqdi. Tushunarli. Shu bo'yicha A plus B ni topgin deyapti, and it should be in terms of C deyapti. So let's say A plus B imiz 209.33 bo'lyapti. Qiymatda. Endi mana shu qiymat, to'g'rimi? Mana shu deylik, mana shu A plus B ni biz C orqali ifodalamoqchimiz, qanaqa bo'lar edi? So let's see how it works, right? Ana bo'lib qolman C ga, shunchaki 12.9 chiqadi. Javob A ekan. Endi tushunmagan bo'lsangiz agar A plus B bizda hozir 209.33 chiqyapti. C chiqyapti 0.00166 o'sha ma'lum raqamga, to'g'rimi? Endi opsiyalar orasidan siz bilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki mana bu yerga narsalarni yozib ko'rishingiz mumkin. Mana 12560 C deydigan bo'lsangiz, mana bizdagi A plus B bilan bir xil narsa chiqyapti. Demak, rostdan ham mana bu A javob A plus B ning C orqali ifodalangan variantiga teng. Mana qolganini qilib ko'rsangiz, xuddi shunaqa narsa chiqmaydi. 625 C bo'lyapti. So 102.08 umuman bizga xohlagan javob emas bu. So javob A ekan. Mabodo tushunmay qolgan bo'lsangiz, qaytadan ko'rishingiz mumkin yoki videoni boshdan ko'rayotgan bo'lsangiz, so shu so'ragan joyingiz bo'lishi mumkin. So yeah, let's go. Qani? Xo'p, bu savol lekin sal vahimali tuyulyapti. Let's see whether we actually can do it on this miss. Xo'p. Qani? Demak, yozamiz ikkalasini. Qani? Aytyapti just in case bu berilgan gx, hx berilgan. G x8 bo'lganda umumiy funksiyaning qiymati t ga teng ekan. Shuni t ni topamiz va t ni bu funksiyaga olib kelib qo'ysak, menimcha ishlasa bo'lsa kerak. Hop, square root demak x minus 11 ning, x minus 11 ning demak koordinati plus 45 bo'lyapti. Hx imizda teng bo'lyapti. Hop. Kimga yozish bilmasa, anaqa mana shunaqa joylarni, to'g'rimi? Kub ildizni, to'g'rimi? 4-ildizni, 5-ildizni mana nth root deydigan bo'lsangiz, o'zi chiqadi mana. 3 bo'lyapti. 64 deymiz. Demak, plus x kvadrat taqsim 2 bo'lib to'g'rimi? Shunaqa ekan. Hop, bo'ldi. Mana yozamiz mana. G8 bo'lganda, qaranglar, mana shu joy juda ham muhim joy. G8 bo'lganda, to'g'rimi? Biz shunchaki mana bu teng deb qo'yadigan bo'lsak, javob chiqmaydi. Mana biz deymiz mana tilde bilan hisoblaymiz. Tilde aytamiz, to'g'rimi? Mana bu teng ekan t ga. Mana t ning qiymati kelib chiqadi. Right? Endi shu deymiz chiqadi. No, men t ni kerak bo'lgani uchun, t ning qiymati kerak bo'lgani uchun shunaqa qilman. T deydi deyapman. T ni hisoblayapti buni. Va shunda h t deydigan bo'lsak, mana javob kelib chiqadi. Javobimiz 31 ga teng ekan. Very easy question. Agarda if done right properly on Desmos. D7 SAT degan kanalda olingan ekan bu savollar. O'sha kanal egasiga rahmat. Let's go. Ketdik.
This question is essay Tashkentda olingan ekan menimcha. And again, man, you know, all the credit goes to you guys for this question. So I hope you won't, you know, apply for a copyright strike saying that that's your question. Yeah, that's it. Let's go. Hop, bitta savolda o'qiymiz. Bu qanaqa savol ekan? Hop, let's see. Hop, bizda bor ekan 5-ildiz pi kvadrat teng t darajasi 3/4 teng ekan. Shunda pi 1 dan katta ekan, t 1 dan katta ekan va shu holatda agarda t pi 2n minus 2 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa darajasi, shunda n nechaga teng deyapti. Mana shu xuddi shu narsa. Let's use the regression. Aytamiz mana nth root deymiz birinchi. 5 pi kvadrat bo'lyapti. Sorry. Bu teng ekan. Yozamiz mana. Demak, t ning darajasi 3/4 ga. Hop, tushunarli. Pi bilan t ning qiymati 1 chiqib turasizlar. Bizga birdan baland bo'lishi kerak. Kings bor ekan. T teng ekan. To'g'rimi? Demak, pi darajasi 2n minus 1 ga. Hamma narsa bir chiqyapti. Buni chiqib bo'lish kerak emas, chunki pi bilan b t 1 ga teng bo'lishi mumkin emas. Aytamiz mana. Yo'q. Biz xato qilib qo'yamiz. Pi katta ekan 1 dan va demak bizga ham bitta bor. T ham katta ekan 1 dan. O'zi ana shunaqa chiqyapti qol. Ya, to'xtach. Nice. N ning javobi mana crosslar 0.1 bola chiqyapti. N deydigan bo'lsak, chiqadi javob. Buni bossangiz sizga uning kasr ko'rinishdagi qiymati chiqadi. N teng ekan 23/30 ga. Nima qildim mana? Xuddi shunaqa yozdim. Men buni teng dedi savol, mana bunga. Buni teng dedi bunga. Aytdi pi 1 dan katta dedi, t 1 dan katta dedi. Shuni kirgizdim va n ning qiymati chiqdi. N ning qiymatini mana shu kasr holatga o'tkazib oldim va shu bilan bo'ldi. Demak, ketdik bo'lmasam, keyingi savol ishlaymiz. Xo'p, demak. Mana bu savol lekin bizga hozir yangi, sizlarga o'rgatishim kerak bo'lgan yangi demak narsani beradi. Qani, let's go. Ozgina qiyin savol. Dasmasda tushuncham. No, lekin tushunmasangiz, it's actually very good. Hop, 4x bar minus 1 deymiz. Ko'rganmisizlar, avtomatik yozib ketaman x minus 1 deb. Chunki I know that I will write regression. Plusdan demak 3 taqsim x bar plus 2. Hop, bu teng ekan ax bar plus b taqsim demak x 1 ning kvadrati minus plus x bar minus 2 ekan. Hop, mana ko'rasizlar, x bilan 0 deyapti, a ham 0 deyapti, b 5 deyapti va bu holatda misol qilib. Chunki rostdan ham x ga 0 qo'ysangiz, a ga 0 qo'ysangiz va b ga 5 qo'ysangiz, mana shu tenglama teng bo'ladi. Lekin savol aytish bo'yicha nima ekan? X bilan nima ekan? X katta ekan 1 dan. So let's enter that here, right? X 1 dan katta ekan. X 1 deymiz bitta. X bilan ko'rganmisizlar, a bilan b ning qiymati o'zgarib qoldi. A bilan b they are positive deyapti. Biz bu narsani ham kirgizib qo'yamiz. B 0 dan katta deymiz. Chiqyapti o'sha. Hop. Va shunda bizga demak a ni b ga ko'paytirilganini qiymati kerak. Va mana shu yerda bizlarni qilayotgan calculationimiz to'g'riroq chiqishi uchun mana ko'rsatib aytayapti qaranglar. The equation below is true for all values of ya'ni x necha bo'lsa ham 1 dan katta bo'lsa bo'ldi ekan. Va o'sha holatda a bilan b pozitiv ekan. Bizga hozir a bilan b ning aniq qiymati x 1 dan katta bo'lgandagi aniq qiymati kerakligi uchun biz shunchaki aytib qo'yamiz darsimizga mana x1 to'g'rimi? Randomly to'g'rimi? Liboy raqam bo'lishi mumkin. Deylik, u qanaqadir 10 ta liboy raqam bo'lishi mumkin. Any number bo'lishi mumkin. Right? Nega ishlamay qoldi bu? Ha, bo'ldi mana. Shu kirgizmasam chiqadi. x1 mana randomly 10 ta raqam bo'lishi mumkin ekan. Mana ko'rasizlar. A bilan b ning qiymati chiqdi 0.1 bo'ladi deyapti. Endi agarda siz xavotirlansangiz, 0.55 va 1 dan kichkina raqam emas degan bo'lsangiz, bunday qilib kirgizish mumkin mana. List orqali mana 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana ma'lum har xil qiymatda berib ko'rdim men x ga va har doim ko'rasizlar mana hammasida a bilan b ning qiymati 7 bilan 5 chiqyapti. Mana ko'rasizlar mana bu 0 ga teng, which means this is 100% perfect, right? Let's say calculation hisoblanadi mana. Xohlasanglar bunga 100 berishinglar mumkin. A bilan b ning qiymati 7 bilan 5 chiqaveradi. Ya'ni ki x 1 dan katta bo'lganda har qanaqa qiymat qo'yilganda a bilan b har doim 7 bilan 5 chiqyapti. Savol bizdan demak a b ni so'rayapti. Javobimiz 35 ekan. Mabodoga hali ham tushunmayotgan bo'lsangiz, men bitta nima qilganimni, men nima deyapman hozir deymizki, aytmayman. x1 2 bo'lganda, 3 bo'lganda, 4 bo'lganda, 5 bo'lganda, 6 bo'lganda, 7 bo'lganda, 100 bo'lganda, xohlasanglar 1000 ham qo'yib ko'ramiz. 1000 bo'lganda farqi yo'q.
o'sha liboy raqam bo'lganda, to'g'rimi? Mana bu tenglamani hisoblaganki, o'sha A bilan B ning eng most probable qiymati o'sha x 2 bo'lganda ham, 3 bo'lganda ham hamma qiymatda nechiga teng bo'lardi deyapman. O'shanda u o'sha boyga har xil qiymatlarni qo'yib ko'ryapti va A bilan B ning qiymatini bizga topib beryapti. So this is me translating the question into the Desmos language. So basically tushunmagan bo'lsanglar, izohga yozsanglar, men yana ham detalliroq, demak, yozib yuborishim mumkin, nima bo'lganini aynan. Hali ham tushunmagan bo'lsangiz, mabodo. So let's go. Hani davom etamiz. Keyingi savolimiz ham menimcha shunga o'xshagan savol edi. Yana ham tushunchasiz tushunarsan. Men tanlagandim. Xuddi shunaqa savol ekan. Yes, shunga o'xshagan savol ekan. Xuddi shunaqa emas. Faqat bunda ko'rasizlar, raqamlar kattaroq. Desmos ishlashi kerak bo'lgan, demak, nima variablelar ko'proq. Shuning uchun bu savolni ham agarda qo'lda ishlamoqchi bo'lsangiz, like it just takes time. A lot of time. So not a lot of time, but like kamida 1 daqiqa yoki 2 daqiqa vaqt ketib qoladi. Lekin biz yozamiz hozir. Unaqa ko'p vaqt oladigan savol emas aslida. If you do it using Desmos. Let's go. 2 taqsim x1 ning kvadrati, to'g'rimi? Demak, plus 4 bo'lyapti. Demak, plusdan hop 5 taqsim x1 minus 2 bo'lyapti. Shu teng ekan, teng degan narsani ishlatamiz. Biz tengla ishlatamiz. Teng ekan a x qavs qilamiz. Mabodogi 1 bu darajasi esa kub bo'lyapti. Hop, demak, plusdan bx1 ning kvadrati plusdan cx1 plusdan demak d bo'lyapti. Unda esa taqsim x1 daraja 4 minus 16 bo'lyapti. Hop, mana ko'rgan bo'lsanglar, x1 chiqyapti, a deyapti, boshqa narsa deyapti, to'g'rimi? Lekin bizda mana a plus b plus c plus d ni javobi kerak. Va a0, b0, c0 chiqyapti. Odatda bunaqa bo'lmaydi. Shuning uchun biz aytamiz qaytadan mana. Savolchi bo'yicha, right? X 2 dan katta bo'lsa bo'ldi ekan, right? Mana bu qism, mana bu ikkinchi qismga, lekin tenglarning ikki tomoni bir-biriga x 2 dan katta bo'lgan hamma qiymatda teng ekan. Shu Desmosga aytamiz, x 2 dan katta bo'lgan hamma qiymatni ishlatamiz. X bo'ladi x Desmosni, ya'ni Desmos x ni 0 deyapti bizga. So let's go. 3 kirzamiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ming deylik mana. Raqamlar. 8 ta element list bo'ldi. A ning, B ning, C ning, D ning qiymati chiqdi. Again, qanaqa raqam qo'yish kerak? Mana xohlasanglar 1 million qo'shib ko'ramiz. Mana A bilan B ning, C ning, D ning qiymati o'zgarmayapti. Bu rostdan bu nima degani? Rostdan ham A ning, B ning, C ning, D ning qiymati 100% aniq chiqib bo'ldi degan. Okay? Takrorlayman, mana bu nima qilaman? Men aytmayman x Desmosga x ning qiymati mana shu yerdagi berilgan qiymatdan har qaysisi bo'lishi mumkin va har qaysisi bo'lgan holatda A ning, B ning, C ning, D ning qiymatini hisoblagandamiz va hamma holatda ularning qiymati bir xil chiqyapti. Bu degani bizning calculationimiz to'g'ri bo'lgan degani. Deymiz. Bo'ldi, mana javobimiz teng 69 ga. Hamcha tushunarli bo'ldi. Bu yana regressiondan talab qiladigan, to'g'rimi? Juda ham nisbatan vaqt talab qiladigan juda ham zo'r savol edi. Keyingi savolimiz sal boshqacharoq ekan. Let's see what it says. The number y is 60% greater than the number x deyapti. Bu muhim joyi bor. Greater deyapti. And the number z is 0.5 less than y deyapti. Bu 0.5% kam ekan y dan. The number z is what percentage of x? Ya'ni z x ning necha foiziga teng deyapti. Qani muhim joy bor. Mana shu yerda siz tushunishingiz kerak. Bu yoqda ozgina ishlar boshqacha qiladi. Biz shunchaki mana bunaqa y teng x ning 60% deya olmaymiz, chunki y x dan 60% ga ko'proq ekan. Bu nima degani? Bizda ma'lum bir y bor, to'g'rimi? Ma'lum bir y bor. Sorry. Ma'lum bir y bor bizda, to'g'rimi? O'sha narsa demak 60% ga ko'proq degani u allaqachon 100 x ning allaqachon 100% bor. To'g'rimi? Y ham 100% turibdi. Y bo'lsa o'sha x dan 60% ko'proq ekan. Bu degani u x ning 160% ga teng degani. 160% of y deymiz, of y, right? 160% of y. Sorry, x ekan. Bitta bunday qilib qo'yamiz, just in case. Esma chiqibdi. Xo'p, va aytyapti davomida z is 0.5% less than y. Buni ham yozamiz mana. Z teng bo'lyapti, mana 0.5 less degani uchun buni hozir 99.5% deymiz. Demak, of y1 ga. Hop. Z-ni ham, y-ni ham, boshqasini ham 0 olyapti. Chunki biz kirgizganmiz-ku, to'g'rimi? Bu raqamlar endi qanaqaligini. Oxirgi qanday qilamiz? Right, oxirgi datani topib mana. Z is what
percentage of ya'ni x ning necha foizi z ga teng? Aytamiz, deylik z x ning deylik shunchaki deylik, to'g'rimi? P foiziga teng. P endi shunchaki noma'lum son. Of x 1 deymiz. Bizda hamma narsa kelib chiqdi. Xoslar y ham z ham x 1 ham hamma narsa chiqib chiqdi mana. So, yeah. P imiz teng ekan 159.2 ga. Va bizdan shu boyga what percentage deganda shu narsa P imiz shu boyga percentage ga teng bo'ladigan narsa edi. Round your answer to the nearest tenth deyapti. Shunaqa ekan, o'zi allaqachon nearest tenth da, ya'ni kim chiqyapti. Oxirgi o'nliklargacha yaqinlangan holatda. Davom etamiz keyingi demak savol bilan. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Demak mana buni tenglamay ekan, buni ishlashga juda ham ko'p vaqt ketmaydi. Katta ehtimol nima ketsa kerak menimcha. Tenglama sistemasi nima bu? Qora tenglamay aylanadi. That's why like it might take some time. I mean, more time than you expect to do this question. So, but when you have decimals, right, you can do it easily. Yozamiz, 1 taqsim x1 minus 3 bo'lyapti. To'g'rimi? Shu teng bo'lyapti. Demak, x1 minus 1 taqsim minus x1 plus plus 1.75 ga. Bo'lib chiqdi javobi. X1 ning javobi 2,5 ekan. Javobimiz B ekan. Juda ham oddiy savol. Easy, I guess. You can call it easy. Nima bo'ldagi men bu savolni qilib ketdim bo'lsak, bu savol xato savol ekan. So, muammosi bor ekan savol. So yeah, let's go. Hop, keyingi savolimiz the table shows three values of x and their corresponding value of y, where a and b are constants. There is a linear relationship between x and y. Hop, bu demak linear function ekan. In the xy plane, the y-intercept of the line representing the oson ekan. Hayla, bizda mana bu nuqta bor, aniq nuqta. Mana bu nuqta bor, aniq nuqta. Shundan biz a bilan b ni qiymatini topishimiz mumkin. So let me show you how it's done. Please. Hop, bilmadim. Apple, you should work on this. So why this folder finder app is here? Hop, yozamiz. Bu yerda ax kvadrat plus bx plus c yozmaymiz, chunki bu nima? Bu linear function. Linear functionning o'sha nomsi yoziladi. Uni biladi, mx plus b ga teng yoki kx plus b farqi yo'q. Let's go. Let's enter the aniq pointlar. Bu 0 bo'lganda yozamiz. Bu teng ekan -14 ga. To'g'rimi? Va savol ichi bo'yicha x minus 12 bo'lganda deyam. I'm talking too much. So sorry guys for this kind of stuff. Am chiqdi m bilan b ning qiymati va mana bu yerga hammasi ma'lum bo'ldi bizga. Bizga demak mana bu yerga hop a bilan b kerak. Just in case bu b bilan mana bu b ning farqi bor. Mana shu narsani adashmaslik uchun men mana shu c deb turaman shu sizlarga. Right? Let's go. Nima qilamiz buni? F a deymiz. To'g'ri, x o'rniga a qo'ysam, y 16 ga teng ekan. Shunda a nechiga teng deb tasnifga mana aytishim mumkin. Chiqadi mana endi javobi. Oh wait. What the hell? Bunaqa a nechiga men tashqarida qilsam bo'lar, to'g'ri. Degan bo'lsa, men 16 ga teng ekan. Ha, bo'ldi. Endi chiqadi. A teng ekan -6 ga. Ichkarida qilsa yaxshi ekan, chunki xato adashib ketyapmiz biz. Xo'p, bu ham bitta 2 bo'ladigan bo'lsa, x-imiz y teng ekan. Demak, b ham b ga ekan. Mana a bilan b ning qiymati chiqdi. Savol bizdan a plus b ni so'rayapti. A plus b teng ekan -30 ga. Javobimiz a ekan. Xo'p, men videoga qaytdim. Demak, hozircha shu tugadi. Bu videoni katta ehtimol shu montaji bilan, boshqa narsalar bilan qilishga umuman olganda 10 soatdan ko'proq vaqt ketadi, menimcha, ketsa kerak. Sistem o'ziga ham taxminan hozir 5 soat vaqt ketib qoldi umumiy. Hamma narsani to'g'rilab, chiroqlarni boshqa narsani to'g'rilab, boshqa narsa qilish uchun. Va bu endi nisbatan ketayotgan vaqtni, mehnatni, to'g'rimi? Qadrlashingiz mumkin. Menimcha foydasi bo'ldi bu savollarni qarasam. Men o'zim shu paytgacha ko'rgan, nisbatan qiyin bo'lgan savollarni regression orqali ishlash mumkin bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Shuni ko'rsatib berdim va ayrim savollar tushgandi imtihonda. Regression emas, umuman Desmos bilan ishlasa bo'lardi. Biza bugun demak umumiy hop hisoblaydigan bo'lsak, bitta 20 ta, taxminan 25 savolni Desmos orqali qiyin savolni ishlashni ko'rib chiqdik. Sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. So, shu qilingan, bilmadim, effortni boshqa narsani, to'g'rimi? Ozgina endi agarda if you value it, if you think it's useful, like bosib, shunga kanalga obuna bo'lsangiz, men xursand bo'lardim. Va agarda SAT o'qiyotgan tanishingiz, o'rtog'ingiz, do'koningiz bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri, do'stingiz bo'ladigan bo'lsa,
O'shanga yuborib qo'ysangiz, right? If you just send it, right, to them, so I would be really glad. Hozircha shu. Unda men oldingi videodan keyin shu video chiqish haqida ko'p yozgandim kanalda Bahojada. Ozgina cho'zilib ketib qoldi. So hozircha shu. Thank you for watching. As usual, right? Peace, guys. Men esa endi Argentinani o'yinini ko'rsam bo'ladi.